U da 20 necha kun o'yin qo'yish jarayonida shunda charchab ekanman do'stlar. Bugun shunchalik og'ir chiroy turibdi ekanman. Mana bugun Asmaraning oltin nomerli flausurmini sovg'a qildim. Vaqtli rangi ro'yimga chin kirgandek bo'lib ketdi ya. O'yin qo'yib xizmatdan oldirishligida do'stlar sizlarga bir nomerdan 12 nomergacha bo'lgan bir-biridan chiroyli ranglarni sizlarga birdan surib sizlarga ham bahorlash qilg'im shuncha keldi lekin oldirishligida sizlarga tatbiq beramay qoldim. Bugun qarsam shunday oxirgi chiroyimga oltin nomerni bir surgandim chiroyim bo'ldi deb ketdi shuning bilan sizlarga ham bahorlanmaslik yo'limi nima deya do'stlar. Bu maqsaddan bir-biridan yaxshiligidan atrofimdagi xizmatdoshlarimni shuncha yaxshi ko'rib pishirdi-da. Şimdi sağlasizlar kesdaga. Ayşem biladi. Asmaraningki maqsadini yaxshi ko'ramsiz. Pek yaxshi ko'raman. Siz bugun nima ishlatdingiz? Bugun men Asmaraning oqartishmay ishlatdim. Lazırlıqni ishlatib qarsa. Davomli Nuqsa yepshayin shayibek yaxshi ya. Pek yaxshi. Men u yanda bo'lsin, artık kunlik turmushimni bozmuş Asmaraning oqartishmayni davomli ishlatdim. Pek yaxshi. Bundoq yaxshi. Kunda qarsam suryapsiz-ku, shuning bilan sizni tatbog'im keldik. Rahmat ada. Qo'lga. Do'stim siz bek go'zal ya. Nima ishlatdingiz? Bek chiroyli. O'tiriyor. Pek yaxshi. Güzel do'stim. Güzel dostum. Bugün işletkenim Asmaraning 10 nomerli flausurm. Güzel dostum. Siz mi Asmara işlettiniz çok? Çok hoş. Şundan bo'ladi dostum. Yaxshi mikadash. Pek yaxshi keldi. Ranglar sen aytsan, o'tda chiqib qolmas. Nima chiqib qolsa so'rab chiqib. Rahmat canım adashim. Sizlarni Asmara. Bilsam siz mi işlettiniz? Men izchil ishlatib kelyapman. Bugun qani ishlatdingiz? Bugun 8 kun ishlatdim. Bek chiroyli. Güzel dostum. Sen mi işlettin koçaqım? Asmara ishlatdim. Bugünkisi 8 nomer oxşamamda. Ha, bek chiroyli chiqdi. Asmaraning 10 nomerli flausurm. Bek chiroyli ya, bek chiroyli. Qo'y siz nima ishlatdingiz? Siz cho'qim qo'ltiq burkumisini ishlatdingiz cho'qim. Asmaraning ishlatdim. Çocuğunla. Asmaraning qo'ltiq burkumisi qanday ekan? Yaxshimikan? Daqiqasi. İşletmesiniz bilmeysiz, işletsanız da ayrılamaysiz degan treyumuş şu kızlar. İşletken kızlar bir pinoncu yüreğinde yesip kalacak, yaxşimikan, yaxşemasmikan, yaxshi ko'dinglarmi, ko'mdinglarmi? Undaq bo'lsa tövəndiki ulanmaga esib qo'ydim, shu yerda situatsiyalar bo'ldi. Xayr, xo'sh, ikkilar qatimliq ulogimiz ko'rishaylik.